Assalomu alaykum okajonim. Mana kanalim Mangal Uzubi kanal bo'ladi. Bu kanalimda okalar sizlar qo'raga oid hamda piknikka oid har xil mahsulotlarni topishingiz mumkin. Har bittasi sifatli, garantiyali mahsulotlar bo'ladi okalar. Bitta narsaga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana qaranglar. Shunday yoqamiz. Garalgamizdan yoqib olamiz. Ana endi okalar bittadan tushuntirib beraman. Bu piknik naborim bo'ladi okalar. Piknik naborimda okalar mana qarasanglarchi, choynak bo'ladi bitta. Tovosi bo'ladi 2 ta. Qozon bo'ladi 3 ta okajonim. O'ziga maxsus 3 ta plastmasdan mana bunaqa chiroyligini idishlari bo'ladi. Bunga ovqatlarni solib turib bemalol yeb iste'mol qilishingiz mumkin okajonim. Hamda tozalikka e'tibor berish uchun maxsus o'zining okajonim mana bunaqa tozalovchi gubkalarigacha bor. Bemalol bilan tozalab shu yerga qo'yib qo'yasiz. Kerak payt yig'ishtirasiz. Mana bu narsa nimaga deyotgan bo'lsangiz, u joyga masalan qo'yib qo'yib, ilib qo'yishingizga juda ham qulay narsa bo'ladi. Ushlab turadi-da. Buni bemalol yig'ib, yana tagiga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Ana endi bularni mazgiga ishlatilayotgan holatda qo'yib beraman. Luboy gaz balon bilan bitta garelga olib qo'yasiz. Buni farqi yo'q. Tagida olov yonib tursa bo'ldi. Choynakni qo'yib turib, bemalol kofilarni, choylarni damlab turib ichishingiz mumkin, okay? Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ichlarini, mag'itlarni ochib turib, hosillikni ko'rsatib beraman. Mana bemalol choylar to'la ketadi, okajon. Taglarida, tuslarda rezinkalarigacha qo'yilgan. Buni bemalol ushlashingiz mumkin. Qizib ketib qolmaydi. Tegi qizigan holatda ham usti qizimaydi. Bemalol ushlab, shunday qo'yib, maza qilib ichirasiz, okajon. Bundan tashqari bu yig'iladi, okay? Mag'itlarni yig'ib qo'yishingiz mumkin. Bu esa tovog'im bo'ladi, okay? Tovog'ini qo'yib turib, bemalol maza qilib okajonim, maza qilib olovlarni baland past qilib turib, tuxumlarni, misol uchun yana boshqa ovqatlarni, mana shu tovada pishadigan ovqatlarni qilib ishlatishingiz mumkin. Bemalol kraskalar o'chib ketmaydi, ovqatga zarar bermaydi, hamda undan tashqari, okay, juda ham ixchamgina. Yig'ilishini ko'ryapsizmi mana? Ko'ryapsizmi, okay? Ixchamgina bo'ldi. Undan tashqari 3-mahsulotga kelamiz. 3-mahsuloti mana kattagina qozon bo'ladi, okay? Buni qo'yib turib, bemalol tovushlar deysizmi, okay? Maslava deysizmi? Okajonim, sizni qo'lingizdan nima ovqat kelsa, ana o'shani maza qilib pishirib ishlatishingiz mumkin, okay? Maza qilib ustilarini yopib qo'yib, dimlab, xolos yarmini ochib qo'yishingiz mumkin. Bundan tashqari, okay? Bu hamcha yig'iladi, mana buni. Shuni yig'ib qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda, okajonim. Shunda olasiz, okay? Shunda qo'yib ishlatyapsiz, deyman bitta. Mana buni sizga ko'rsatib bitta ishlatayotganingizda buni ham ustiga yopib qo'yishingiz mumkin, okay? Mana bu yerda. Shunda yopib qo'yasiz, shunda ochasiz, mana kapkirchasi nima deyapti, okay? Mana qaranglar. Ajoyib, lekin menga mana shunisi yoqdi lekin. Bemalol tuxumlarni ustidan aylantirib, yo'qsa tushunkalarni ham qo'yishingiz mumkin. Piknikka chiqaysiz. Tushunkalarni olgan bo'lsangiz, tushunkalarni shunda isitib, bemalol iste'mol qilishingiz mumkin, okay? Shuni idishlarni olib turib, mana shu o'zidan ustiga solib yoki ko'tarib turib, mana shu qilib solib, bemalol ajratib berishingiz mumkin, okay? Ana endi buni sizga men yig'ilishini ko'rsatib beraman, okay? Shu idishini shunday ichiga solib, bularni ham solib, mana eng tagida turadi bu tovosi eng tagida turadi. Ustida qozonni ham yig'ib, shuni qo'yib olasiz, okay? Sizga yaqinroq bo'lishini olib kelib qo'yaman. Mana qo'yasiz. Ana endi 3-navbatda o'zining mana bu idishi bo'ladi. Buni ichiga solib olasiz. Tozalaydiganini ustidan buni qo'yasiz. Bundan keyin buni qo'yasiz. Hamda buni o'girib turib, mana shunday qo'yib qo'yasiz. Tayyor, okay? Mana ko'ryapsizmi? Bemalol kelib, mana do'konimdan olib ketishingiz mumkin. Mangal Uzubini, ya'ni okalar, sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu sifatli mahsulotlar, bundan tashqari juda ham mahsulotlar ham ko'p. Buni siz mana Instagramdagi profilimga yoki TikTokdagi profilimga yoki 33lik 411 nomerga Telegram orqali yozadigan bo'lsanglar, men sizlarga kanalimga ulab qo'yaman. Maza qilib har bitta tovarimni sifatligini ko'rib tanlab olishingiz mumkin. Pikniklarga chiqqaningizda, uyingizga olib qo'yishingizga juda ham sifatli narsalar ham bor, okay? Bitta obuna bosib qo'ying.